Umr bekor yashash uchun kerak emas albatta. Umr ko'kna dunyomizda biror ezgu ish qilish, odamlarga mehr va shafqat va muruvvat ko'rsatish, halol ishlab, avlodlarga yaxshi meros qoldirish, inson degan nomni oqlash uchun kerak insonga. Bu dunyoning boyligiga boylik qo'shish, husniga husn qo'shish uchun yashash. Shudir ulug' muddao. Men tabibmen, odamlarning hayotini o'ylayman. Men hamma vaqt baxtiyormen, tiriklarning baxtidan. Hamma yerda shogirdlarim, do'stlarim bor, xursandmen. Barkalloh shogirdlarim, minnatdormen sizlardan. Qo'limdagi fan mash'ali so'ngani yo'q, so'nmaydi. Toki inson idroki bor, fanning porloq quyoshi tilka pora qilib tashlar jaholat bulutini. Johillarning nayranglari, tahdidlari o'tmadi. Ular yo'lda qolib ketdi. Men abadiy yo'ldamen. Amin. Amin. Tanrı Teala bu bandayı mu'minni dardiga şifa versin. İlahi Mekke'nin gizkesin. Bemorni tobutga yotqizinglar. Hazrat İlahi Mekke'nin gizkesin. İlahi Mekke'nin gizkesin Hazrat. İlahi Mekke'nin gizkesin Hazrat. Koşu kuyudan bu senç, İstanbul senç, karındaş oğlan bu senç. Bemor, tonga kadar şu yerde yalnız kalır. Ey Xudo! Ne sevgilime günah kıldım. Oğlumga şifa ver Xudo, şifa ver. Şifa veringlar, şifa. Ahırsızlar, tabipsizlar-ku şifa, şifa Kabul kılman adam. Şifa berish bandasının qo'ldan kelmagan. Yolg'iz Parvardigorning qo'ldan kelgan. Qara chol. O'g'liga dardi. Boshqacha dard. Bu dardning davosi Parvardigorning qo'lida. İnşallah, inşallah. Tanrı Taala shafqat qilsa o'g'ling tuzalur. İnşallah, inşallah. Yo, Hazret. Yo. Hazret unday demang. Hazret, ruxsat etsangiz, ijozat bersangiz, o'g'limni Ibn Sinoga ko'rsatsam. Ibn Sino? Natan. Sen hali Ibn Sinoga xabar qilgan eding. Yo, Hazret. Qarindoshlarim maslahat berishdi, qarindoshlarim. Natan. Sen Hazratimning gaplariga quloq sol. Shunda olim, yetti iqlimga dong'i ketgan Mavlono, hakimlar hakimi Abu Faysal hazratlari tuzatolmagan bemorni bir tahriy, lutbos Ibn Sino tuzatilurmi? Xudo bexabar. Nodon! Sen o'sha tahriy Ibn Sinoga inonding. Nodon! Axir undan şifa topganlar aytishdi, şifa topganlar. Odamlar nodon, hazratim. Qora xalq tabobat borasida nimani ham bilir edi. Bunga va Ibn Sinoga o'xshagan iymonsizlarning qabih gunohlari uchun bolalarimiz Allohning qahriga uchraydi. Yo. Xudo saqlasin unday demang Hazrat. Xudo saqlasin Hazrat. Hazrat unday demang. Agar o'g'lim shifo topsin desang, ulug' hazratimning so'zlariga yaxshilab quloq ber.
Tahriy ibn Sinoning nomini tilga olmayman deb qasam ich. Tavba qil. Tavba qildim Hazrat. Tavba qildim Hazrat. Tavba qildim. Tavba qildim faqat shifo bersanglar bas. Shifo bersanglar bas. Go'rkov. Tongga qadar bemorni huzuriga hech kim yo'lamasin. Hazrat. O'lganda o'zim. Yolg'iz o'zim qolaman Hazrat, o'zim. Hech kim yo'lamasin. İcazet bering o'zim qolay. Hech kimni qo'yma. Hazrat, o'zim qarayman, o'zim Hazrat. Amin. Tanrı Taala bu bandayı mo'minni dardiga shifo bersin. Allohu akbar. Hazratlar aytganini bajo kel. Kim bor? Voy jonim. Men borman. Suv. Bir qultum suv topiladimi? Jondan boshqa hamma narsa topiladi. Sabr qil. Suv. Men hozir keltiraman. Suv. Ustoz, vaqt bo'ldi. Suv. Voy jonim. Assalomu alaykum. Hakim ibn Sino. Xudoning o'zi yetkazsin. Hayır, vaqtida kelibmiz. Kimsiz? Xudoga shukr. Jinimsiz? Jin deganing nima Sinom? Men tabib Sino men. Ibn Sino. Boya otang uyga borib qilgan edi iltimos. Uylaringga borsam onang mozorga olib ketishdi dedilar. Meni bu yerga Abu Faysal olib keldi. Uni gapiga qaraganda meni jin chalganmish. Endi meni bu yerda jinlar chotar emish. Abu Faysal bekor aytibdi. Qani, og'rigan yeringni ko'raychi. Shubha yo'q. Rahmonjon. Labbay. Dori-darmonlarni ol, asboblarni tayyorla. Ustoz. Balki o'ylab ko'rurmiz. Boshqa iloj yo'q, tayyorla. Mana suv. Yo'q, bemorga suv kerak emas. Suvga berdik. Suv bizga kerak. Bizni bu yerga kelganimizni, nima qilganimizni hech kim bilmasin. Ammo lekin biror kishi voqif bo'lsa bu ishdan, bittamiz ham sog' qolmaymiz. Qani Xudo otaxon. Bitta gap bitta. Kim ham bilar axir. Bu yerdagi murdalar. Bularda na quloq boru, na zabon bor. Bari gun. Bular endi bu dunyoning g'ibatiga qiziqmas. Bular g'avg'o, hasad, ig'vo, xiyonatni, janjalni tashqarida qoldirishib, go'rga kirib ketganlar. Go'rkov emas, faylasufga o'xshaysiz. Murdalarning huzurida istiqomat qilsangiz, faylasufga aylanish ham hech gap emas, dadajon. Boshqa har xil xayol kelar murdalarning qoshida. Hayot, o'lim, gunoh, savob, jannat, do'zax haqida o'ylayverib, kalla g'ovlar. Ustoz. Tayyor. Mana Hozir bemorning ichagini, zaharlangan yerini kesib olib tashlaymiz. Agar ishimiz o'ngidan kelsa, bemor tezda sog'ayib ketur. bemorni ichagini, zaharlangan joyini kesib olib tashlaymiz deysizmi? Shunday. Nazar. Yo'q. Axir bu tirik jon-ku. Yo'q. Hakim Abu Faysal tongga qadar bemor yoniga hech kimni yo'latmagan. Qani taqsirlar, bu yerni bo'shatib qo'yinglar. Axir yo'l qo'ymayman. Yo'q. Bolani yorishga yo'l qo'ymayman. Siz Abu Faysaldan qo'rqasizmi? Yo'q. Men yolg'iz Parvardigori olamdan qo'rqaman. Men ham qo'rqaman. Bugun meni tiriklarda birinchi bor tajribam. Bashariyat adolatni orzu qilib kelmoqda. Adolatning, ma'rifatning, haqiqatning nuridan ezgulikning yo'li ravshan bo'lsin deydi odamlar. Otaxon, biz ham xuddi shu yo'l bilan boramiz. Odamlarning baxti uchun kurashamiz, jangdamiz. Bizni hech kim qaytara olmas bu ezgulik yo'lidan. Johillarga
jaholatga, zolimlarga, zulmga, xurofotga qarshi kurash davom etir umrbod. Shu muqaddas dargohda, shu soatda ont ichamen. Ont ichamen. Yetim yesir, och yalang'och, ezilganlar nomiga, tullar, qullar, sotilganlar, jafokashlar nomiga, otilganlar, osilganlar, so'yilganlar nomiga, zindonlarda chiritilgan mazlumlarning nomiga ont ichamen. Ont ichamen. Jang qilishga butun kuchim boricha. Maqsadiga yetolmasdan bu dunyodan ketganlar, umri azob uqubatda faryod chekib o'tganlar, olimlar va qahramonlar, azamatlar nomiga, shu ona yer, shu koinot, shu mavjudot nomiga ont ichamen. Ont ichamen. Butun umrim, butun ilmim, imkonim, iste'dodim bilan elga halol xizmat qilishga. Meni hech kim qaytara olmas bu ezgulik yo'lidan. Mash'ala. Parvardigoro, o'zing madad ber. Ustoz. Meni tambur nolasi sehrladi. Tamburning sadosida joziba ko'p, sehr ko'p. Umuman musiqaning xosiyati behisob. U toliqqan asablarga orom, rohat bag'ishlar. Ruhimizni yuksaltirur, uning nozik sadosi. Ruhimizning g'izosidir, shifosidir musiqa. Dam olmoqchi bo'lsa odam tambur bilan so'zlashsin. Xabar oldingmi sen Mozordagi bemordan? Ha. Otasi omon eson keltiribdi uyga. Ota mamnun, juda xursand emish Abu Faysaldan. Go'yoki u afsun o'qib yengganimiz jinlarni, shu sababdan o'g'li tirik qolganmiz. Yaxshi. Xo'sh, chol xursandmi? Albatta xursand. Yaxshi. Chol xursand bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Uni tirik olib qolgan siz-ku, axir u emas. Nega endi ochilmasdan qolaverar haqiqat? Tashvish qilma. Borib ochiladi haqiqat. Ochilmasa ochilmas. Bemor tuzaldimi? Bas. Hech shifokor shuhrat uchun ish qilmasi lozimdir. Shuhrat uchun ish qilsa-gar, u shifokor emasdir. Ana u ayol nima bo'ldi bildingmi? Nega jimsan? Sho'rlik juvon bu dunyoning azobidan qutuldi. Afsus. Ming afsus. Xudo rahmat qilsin. Uning dardi og'ir dard edi. Nahot og'ir kasallarga davo topib bo'lmaydi. Hozircha tabobatning, hayot bilan o'limning sirlari ko'p. Xo'sh, tayyormi? Yaqinlashib qoldi. Tezroq tugasin. Zarur dori. Juda zarur, juda kerak dori bu. Peshin borib tugallanur ustoz, xudo xolasa.
tugallansin. Xudodan ham o'zim ko'proq xohlayman. Bu doriga ko'p bemorlar zor intizor azizim. Istagingiz men uchun farz. Afsus. Ming afsus. Ey Xudoyim. O'sha o'zlar axir qachon uxlaydi? Insoflaring bormi o'zi? Onajon. Qani darhol yotinglar. Tong oqarib qichqirmoqda xo'rozlar. Barcha jonivor jumla jahon uyquda. Faqat bedor ikkalangiz. Uchalamiz onajon. Axir bola uxlamasa, ona qanday uxlasin? Seni o'ylab ko'zlarimga uyqu kelmas tonggacha. O'g'lim, bemorlarning ahvolini, xastalarning dardini, g'oyat nozik illatini juda yaxshi bilursen. Ammo ona yuragini, onalarning dardini, onalarning tashvishini hanuz yaxshi bilmaysan. Bola bir kun azob cheksa, bu azobni dardini ona bir yil tortib yurar, yurak bag'rini qonqib. Tashvish tortmang. Axir sizga azob bergan o'g'ilcha endilikda balog'atga yetgan katta yigit-ku. Ona uchun bola har vaqt bola bo'lib qoladi. Garchi soqol mo'ylovlari sabza otgan bo'lsa ham. Kuni bilan kasallarga qaraysan. Tuni bilan kitob o'qib halovatni bilmaysan. Bu ahvolda kasal bo'lib qolish hech gap emas. Uyqusizlik ko'p og'ir dard. Uxlash kerak vaqtida. İnson uchun uyqu ham dam, ham shifo devding. Nega o'zing bu hikmatli so'zga amal qilmaysan? Boya biroz mizg'ib oldim. Shu men uchun kifoya. Bilasiz-ku, ko'p uxlashni yoqtirmayman yoshlikdan. Ovqatdan ham yemarsan-ku. Yedim onajon. Ovqat yemas, uxlamasdan qanday qilib yuribsan? Bosib qatig'ishdim. Juda to'qmen, ishon. Biroq qatiq ovqat emas. Yo'q. Qatiqda xislat ko'p. Inson uchun zarur bo'lgan barcha modda ozuqa qatiq sutda muhayyodir. Qatiq ovqat ham shifo. Shifoligi to'g'ri, ammo ovqatligi shubhasiz. Bilasiz-ku, go'dak faqat oziqlanur sut bilan. Onasining suti bilan ulg'ayadi, o'sadi. Bilasiz-ku, zaharlangan odamga sut beriladi. Negaki sut darhol kesar zaharning hamdami. Onajon, qatiq sutda xosiyat ko'p gap. Shikoyat bor. Bir kun tabib o'lar chog'i kasallar, siz o'lsangiz endi bizni kim davolar desalar, tabib javob bergan ekan. Men o'lsam dunyoda axir qatiq qoladi-ku. Bu gapda hikmat ko'p. Xo'p, endi yot. Ish qochmaydi. Damingni ol jon bolam. Ish qochmaydi. Biz qochamiz. Qiladigan ishlar ko'p. Umr esa juda qisqa. Ishni tamom etolmay, bu dunyoni armon bilan tark etadi insonlar. Onajon, muddaoga yetmak uchun bir umr inson uchun juda ham kam. Juda ham oz. Ming afsus. Bu Tangrining inoyati. Hamma narsa Tangrining ixtiyori bilan bo'lur. Shak keltirish yaxshi emas. Shak keltirish yaxshi emas. Sirasini aytaman. Kasallanib bevaqt o'lgan odamlarni ko'rganda shu fikrlar xayolimdan o'taverar to'xtamay. Qiziq. Quzg'un o'lasa 500 yilcha yasharmish. İnson bo'lsa 100 yilga ham yetolmaydi vo darig'. Axir inson mavjudotning sultoni-ku, shohi-ku. Xo'sh, insonning quzg'unchalik qadri yo'qmi jahonda? Alal xusus, yasharni yashamasdan norastalar, go'daklar halok bo'lsa, jonim xalqimga keladi. Shunda nochor ko'kka qarab xitob qilgim keladi. Faryod chekkim, gunoh qildim, shakkok bo'lgim keladi. Ey Xudoyim, bolaginam, ehtiyot bo'l tilingga. Ulug' Tangrim, farzandimning gunohini kechirgin. Zamon qalqib turibdi. Shum xabarlar tarqalmoqda. Erta indin ne hodisa yuz beradi noma'lum. Yo Rabbiy, bas qil bolam. Bu gaplardan yuragim siqiladi. Ammo shunday bo'lishi kutilmagan damda dahshat yuz berishi ham mumkin.
Ha, onajon, shoshish kerak. Shoshish kerak. Shoshish kerak. Ha. O'g'limni gumonlari bejiz emas. Mishmishlar, shum xabarlar tarqalmoqda. Bezovtadir odamlar. Biror kulfat, biror dahshat yuz bermasin deyishib, asta-sekin Buxorodan ko'chmoqdalar ba'zilar. Tunokuna bir yaramas darvesh menga bozorda yaqin qoldi. Ibn Sino o'ldirilur, osilur. Nopoklardan, dahriylardan tozalanur Buxoro. Hadimasdan o'g'ling uchun azo ochib qolarsan dedi xunuk kulib. Jonim halqumimga tiqildi. Uyga qanday kelganimni bilganim yo'q. Bu gaplarni hech kishiga aytganim yo'q. O'g'limga ham aytmadim. Bunday gapni unga aytib bo'ladimi? Tangrim, o'zing asra farzandimni. Kulfat solma boshimga. Qani endi zamon tinchib uylantirsam o'g'limni. Nabiralar atrofimda o'ralashib yursalar. Sino, rahmatulloh, bo'ldi endi uxlanglar. Uyqumizni qazosini hozir ado etamiz, enajon. Assalomu alaykum, ulug' vazir. Nechun? Hakim uydami? Marhamat. Vazir Azam, keling. Zaruratdan o'zim keldim. Amirimiz xastalar. Ahvoli tang. Amir o'lim to'shagida yotibdi. Xo'sh, saroy tabiblari Buxoroda tabibga bor kelib ko'rdi barchasi, ammo davo topolmadi amirimning dardiga. Qornim deydi, dod soladi biqinni changallab. Dam solishni kor qilmadi, fol ochishni foydasiz, ezib ichki ichkazishdi, dardi battar zo'raydi. So'nggi umid sizdan. Yuring. zaruriyat bo'lmasa meni yo'qlab kelmasdingiz. Hakim, hozir bunday gaplarning fursati emas. Tezroq bo'ling, vaqt o'tmasin. Amir joni ramaqda. Siz kelibsiz. Hop, boramen. Sizni hurmat qilamen. Ixlosingiz baland sizning ilmu fanga. Bilamen. Minnatdorman. Rahmatjon, dor-darmon asboblarni ol. Tayyor. Marhamat. O'g'lim, Hech ham tashvish tortmang onajon. Xudo senga yor bo'lsin, bolam. Qanday hol? Sha'nimizga dog' bu. Qandaydir bir tahrik kelib, nomimizni bulg'asa, hazrat. Vazir bizni ataylab yerga urish, kamsitish uchun bemor amirimiz huzurlariga Ibn Sinoni olib kelgan. Yo'q, hazratim. Yo'q. Zarur bo'lsa ne qilsin? Zarur bo'lsa ne qilsin? Xo'sh, nega endi siz yon bosasiz Sinoga? Chunki uning yo'li boshqacha yo'l. Sino ilmi tashrifni juda yaxshi biladi. Uni tatbiq qilishda Buxoroda yagona. Jarrohlikning piri u.
Men necha bor fol ochgandim. Folda ayon bo'ldiki, Ibn Sino odam emas, insu jinsdan tarqagan. Ey Parvardigor, o'zing saqla, o'zing daf qil baloni. Ha, otasi alivastiu, otasi dem naslidan. O'zi esa shayton emish. Bu aniq gap, ishoning. Unday bo'lsa, qachongacha oramizda yuradi? Hazratim, bunday kimsa shariatda toshbo'ronga loyiq. Albatta. Ibn Asror, so'zlaringiz ig'vo, hasad, haqorat. Hammamizga ma'lum axir uning ota-onasi. Otasi Balx tomonidan afshonalik onasi. Siz u bizdek chin musulmon, iymonlari mustahkam, o'zi esa ko'z o'ngida unib o'sgan, ulg'aygan. Qanday qilib bo'lib shayton, iblis bo'la oladi? Ibn Sino hali ko'p yosh. 30 ga ham borgani yo'q. Qanday qilib shu yoshda barcha ilm va hikmatni, tabobatni bilib olgan? Xo'sh, axir odam bolasi bunday aql bovar qilmas ishni qila oladimi? Axir bu Tangrining inoyati, bu Tangrining himmati, bu undagi Xudo bergan qobiliyat, iste'dod. Ibn Sino odam emas, sehrgar, jotigar. Agar afsun o'qimasa, nechun butun bemorlar uning eshigiga yoqib kelar har yoqdan? To'g'ri. Hatto uzoqlardan, boshqa mamlakatlardan shifo istab kelmoqdadir bemorlar. Arabiston, Hindistondan, Afg'on, Eron, Xitoydan dovrug'ini eshitishib, shifo istab kelgan bemorlar ko'paymoqda. Sizlar esa vatandoshlari unga o'lim tilaysiz. Bas qiling. Siz gapirmang. Nechun, hazratim? Qarmatis. Yo'q, Parvardigor. O'zing asra tahrir yaptın. Bu bo'xton, hazratim. Yo'qoling. Hazrat, Daf bo'ling. uzr, hazrat. Uzr. Vazir Azam, siz bizni haqorat qilyapsiz. Hakim ulamolarning ruxsatisiz bemor amirimiz huzurlariga Ibn Sinoni yetaklab kelibsiz. Ixlosimiz tamom qaytdi sizlardan. So'zlaringizga kirsak, bugun erta amirning janozasi o'qiladi. Qanday gap, hazrat? Vazir, siz bizni haqorat qilyapsiz bu gaplar bilan. Menimcha, Sinoni donoligi, bilimi, juda katta hakimligi, uning shon-u shuhrati sizga tinchlik bermay qo'ydi. Bu dunyoga kam keladi Sino kabi hakimlar. Vazir Azam, xo'sh, Ibn Sino amirning illati oshqozonida. Uni darhol jarrohlik usuli bilan davolash kerak. Yo Parvardigor, nima dedi? Amirimiz batallariga tig' tekkizish kerak dedimi? Ibn Sino, siz shu gaplarni o'ylab gapiryapsizmi? Esingiz joyidami o'zi? Boshqa iloj yo'q. Shundoq ulug' amirimizning muborak badallariga tig' tekkizib bo'lurmi? Yo Parvardigor, axir bu shakkoklik-ku. Boshqa iloj yo'q. Andak kechiksak, amirning omon qolishi dargumon. Nafasingizni siqmang, og'zingizni yuming. Biz amirimizga dam soldik, kimna soldik, ezib ichki ichkasi ko'chlik qildik. Oqibatini kutishimiz kerak-ku axir. Siz ko'rgan choralar amirning holatini yana ham og'irlashtirib qo'ymish. Bo'xton bu. Xo'sh. Mabodo davlat panoh amirimiz tig' ostida bahaqqi jon taslim qilsalar, ya'ni xafa bo'lib qolsalar, nima bo'lur?
Shunday bo'lishi ham mumkin. Ana, o'z ishiga o'zi ham ishonmaydi. Ulug' vazir, Ibn Sinoning bu qabih ishlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ulug' vazir, tag'in bu odam tabib niqobida amirimizning aziz jonlariga suiqasd qilgani kelgan bo'lmasin? Bu ayyor amirimizni so'ymoqchi. Taqsirim meni kechirsinlar. Men bu dargohga yomon niyat bilan kelgan emasman. Meni bu yerga chorlab keltirdilar. Xafa bo'lmang, Ibn Sino. Bular o'ylamay gapirishdi. Xo'sh. Amirni muolaja qilamizmi yo ketaveraymi? Ayting-chi Ibn Sino. Siz bemorlarni muolaja qilganmidingiz? Ha, qilganman. Kok, Dahriy! Ular hayotmi? Hayot. Bu Dahriy lazım. Demak, jarrohlik usuli bilan muolaja qilish zarur. Biz Ibn Sinoning takliflariga, mulohazalariga, fikrlariga qo'shilmaymiz, amir. Biz qarshimiz ulug' vazir. Alloh taoloning qahri g'azabdan qo'rqing, vazir azam. O'ylab ish qiling, ulug' vazir. Ulug' vazir, biz norozimiz. Men roziman. Roziman? Mabodo Ibn Sinoning qaltis tadbiri tufayli davlat panoh amirimiz Darul Baqodan Darul Fanoga uzdat qilsalar, ya'ni o'lsalar, o'lsalar, buning javobini kim beradi? Nafasingizni sovuq qilmang, hazrat. Mabodo shunday bo'lib chiqsa-chi, Men javob berurman. Men Ibn Sinoga ishonaman. vazir azam, axir Hozir munozaralarning fursati emas. Vaqt o'tmoqda. vazir azam. Hurmatli hakim Ibn Sino. Boshla. Vazir azam. Alloh taoloning qahri g'azabdan qo'rqing. Vazir azam. Vazir azam axir bu gunoh-ku. Vazir azam gunoh-ku. Tangri bizni kechirar. O'ylaymanki bu borada savob ko'proq gunohdir. Vazir azam. Hasratim, hasrat. Shoshmang. Hasratim. Ey Xudoyim, nega buncha hayallashib ketishdi? Yoki yo'q. Xavotirman juda ham. Qulog'imdan nari ketmas. Shun darvesh turdoqlarim jazobaga tushib aytgan tahdidlari yodimda. Bu vahma bezovtalik qachon tugar Xudoyim? Agar unga biror narsa bo'lsa qanday chidayman? Yo'q. Yashashimni hech qizig'i qolmas edi u chog'da. Onajon, bizmiz. Nima taniy olmadingizmi? Ey Xudoyim,
Taniman men. Taniman. Onajon, Shoshma. Shoshma bolam. Shahzodaga o'xshabsan. Liboslaring juda yarashibdi o'zingga. Onagiday qo'ylaring yasasan. Sarpo muborak bo'lsin, rahmatulloh. Qulluq enajon. mana yana sog' salomat yetib keldik yoningizga. Ha, xayriyat. Xayriyat. Juda qo'rqqan edim nega kechikishdi. Onajonim, charchabsan. Amir juda og'ir ekan, uzoq ushlanib qoldik. Qalay? Amir tuzaldimi? Amir endi tuzaladi. Ustoz uni tuzatdi. Umring uzoq bo'lsin bolam. Baland bo'lsin martabang. O'g'lingizni martabasi oshib ketdi. Uni saroy hakimi deb e'lon qildi bosh vazir. Shukr. Lekin bu lavozim menga to'g'ri kelmaydi deb rad etdim. Nega endi? Menga Amir saroyidan g'ariblar vayronasi afzalroqdir. Mening fikrim jahonda yetim yesir g'ariblarga xizmat qilish uchun. Balki bolam to'g'ri. Bularni Oltin, kumush, Amir bergan tuhfalar. ey Xudoyim, shuncha oltin juda ko'p. Zarar yo'q. Yetim yesir g'ariblarga ulashamiz. Juda yaxshi. Juda savob ishlarni o'ylabsan bolagim. Ha, tagim bo'l. Bu oltinlar hali berib tugamas. Kamukusga yaratamiz. Qarzi qurzga to'laymiz. Yo'qsillarga ulashamiz, yana ortib qoladi. Ha, Rahmatjon, kitobfurush esdan chiqib qolmasin. Ancha kitob oldik undan. Haqi to'langani yo'q. Hammasi esimda bor, to'lanadi. Qorinlaring ochgandir. Men hozir bolam, hozir. Panohingda o'zing asra Xudoyim. Ha, oshqozon, juda murakkab a'zo. Kesmay turib uni qanday davolash mumkin? Assalomu alaykum tabib. Va alaykum assalom. Keling yana. Men haligi bolam. Yo'q, nabiram. Shoshmang. Tinchlikmi? Tinchlik. Xudoga shukr, tinchlik. Sizga atab bitta tovuq keltirdim. Olib kiraymi? To'xtang yana. Ana xolos. Mulla beni tuzatibsiz. Qo'yib beribdi u sizga. Doringizdan shifo topdi nabiram. Men ham olib keldim. Bor yo'g'imni. Xafa bo'lmang tabib. O'zi yaxshi, semiz tovuq. Sho'rva qilib icharsiz. Rahmat ena. Ammo lekin o'sha tovuq sho'rvani nabiraga ichkazasiz. Nabiraga zarurroq. Yaxshi ovqat nabiraga quvvat, shifo bo'ladi. Mulla beyning qo'ylari ko'p. Olsa kamayib qolmas. Olgan qo'yni mahallaga so'yib berdik, ulashdik. G'ariblardan tovuq emas, ningni olish ham gunoh. Bunaqangi oltinlarni birinchi borib ushlashim. Mendek g'arib benavoga shuncha shafqat, muruvvat, nabiramga shifo, menga esa oltin berdingiz. Ajab. Ajablanmang. Men shunaqa tabib. Rahmatjon, Nabay. kuzatib qo'yinglarmi? Uzr ena, uzr. Ilohim. Iloyo umring uzoq bo'lsin. Baland bo'lsin martabang. Assalomu Alaykum assalom. Assalomu alaykum, Cho'li bobo. Va alaykum assalom. O'g'lim rahmatulloh. Nabay. Tashqarida yuklarni tushirib ol. Hop bo'ladi. Otaxon bormisiz? Assalomu alaykum o'g'lim Ibn Sino. Salom, Cho'li bobo. Omonmisan? Qayerlarda yuribsiz? So'rama. Men bormagan bironta joy qolmadi. Qizil qumni, qora qumni, o'rta cho'lni aylandim. Tog'u toshni, daryolarni kesib chiqdim erinmay. Natijada senga qop turli giyoh keltirdim. Rahmat. Hammasi ham doriga bop o'zing aytgan giyohlar. Xo'ja Ishoq tayinlagan o'simlik ham topildi. Balli, rahmat. Omon bo'ling Cho'li bobo. Kam bo'lmang. Uzr, men hozir
O'g'lim rahmatilla. Labbay. Bizni iltimosimiz ne bo'ldi? Tayyor bobojon, tayyor. Sabrsizlik bilan kutmoqdalar qo'l yozmani odamlar. Xo'sh, necha nusxa ko'chirdingiz? 10 nusxadan. Barakalloh, ko'p yashang. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, tabib Ibn Sino nazmi muolajasidan sabzi olib, suvga solib, qaynatib, so'ngra uni kim yesa asal bilan bo'lg'ay uning toza xudi. Ko'zda paydo bo'lsa har dard surka ohu o'tini, aylagay tezda xalos har illati bo'lsa uni. Surma qo'ysa har kishi ko'ziga laylu nahor, ko'zidan suv oqmagay va nuri bo'lg'ay beg'ubor. Har kishida barcha a'zo zirqirab og'rib yurar, ul kishi kashnichu novvotli esa dardin quvar. Tabib Ibn Sino, ofarin, tasanno. Mana endi yangilarni eshiting. Hay, Gar sarimsoq pishirib, turib birla yesa har kishi, buyrak toshidan uni bo'lmas hech bir tashvishi. tasanno. Lavlagini suvga solib qaynatib pora qilur. So'ng suvi birla yuvilsa, sochni ko'p qora qilur. Mana bunisi biz bop ekan. Men bularni yodlab olib odamlar orasida o'qirmen. Mana bularni esa tezda tarqaturmen. Assalomu alaykum. Va Qadamlariga alaykum hasanot assalom. aziz bobo. Keling, farzandmisiz, omonmisiz? Kelin Stavlabonu. Shukur, rahmat. Qani marhamat. Marhamat. Rahmat, endi men boray. Yo'q-e? Nega buncha shoshasiz? Kampir yolg'iz. Sog'ingandir hoynahoy. Kampir emas. Siz kampirni sog'ingansiz, hoynahoy. Gapingda jon bor, hakim. Men ham uyni juda sog'indim. Uydan chiqib ketganimga rosa 3 oy bo'ldi-da. Mana bu pulga sovg'a salom olib boring kampir. Bir suyunsin, haqqimizga duo qilsin. Jet. Bu baxir oltin dinar-ku. Ha. Bizni sizga tuhfamiz. Bizni deb siz 3 oy cho'lda sarson bo'lib yurdingiz. Siz keltirgan bu qimmatbaho giyohlar bobojon, bu pullarning hammasidan qimmatdir bilsangiz. Giyohlardan qancha dorilar tayyorlanur. Bu shifobaxsh dorilardan qancha bemor tuzalur. Haqqingizga duo qilur. Bundan savob ish bo'lmas. Rahmat bekam. Elga xizmat erur Tangriga. Inshaalloh. Mayli endi men boray. Nega? Husayn. Yo'q, bezovta qilmang. Kerak bo'lsam yo'qlasin, huzurga kelaman. Xo'p, xayr, yaxshi qolinglar. Yaxshi boring aziz bobo. Bizdan salom hammaga. Qulluq bekam. Bechora chor. Sho'rlik bobo. Cho'l kezadi bizni deb. Saxovatli, oliyjanob, xalqdan chiqqan donishmand. Sho'li bobo qanilar? Cho'li bobo ketdilar. Ana Afsus. issiq choy. Afsus, xo'p ichamen onajon. Hash-pash demay ovqatim ham tayyor bo'lib qoladi. Ha. Qo'shnimizning qizi Maryam bo'yiga yetib qolibdi. Juda yaxshi. Chiroyli qiz, odobli qiz, aqlli. Bilasanmi? Nega bilmay? Juda yaxshi bilamen. Demak, Maryam senga yoqadimi? Yomon emas. Unday bo'lsa men Hojat yo'q onajon, hozircha men uylanmayman. nega? Nega endi uylanmaysan? Onajon. Ishlarim ko'p. So'ngra sevgi bo'lmasa qanday qilib uylanaman? Uni yaxshi ko'rmayman. Garchi go'zal, pari-paykar qiz bo'lsa ham bilmayman. Hazillashma. Men ham orzu havas ko'rayin-da. Onajon, ishlarim ko'p. Ustoz, sizni bir yigit yo'qlab keldi. Mayli kelsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Kim kasal? Men Faysalning shogirdiman. Xizmatkori. Xo'jayin atiga Buxoroning mashhur tabiblariga
amirimizning sog' salomat qolganlari sharafiga zo'r ziyofat bermoqchi. Ziyofatga sizni ham taklif qilib kel deb meni atayinlab yubordi. Ishlarim ko'p. Agar qo'lim tegib qolsa borurmen. Borolmasam uzr. Hakim, sizni kelishingizni to'rt ko'z bo'lib kutishadi barcha tabib hakimlar. Ziyofatning eng hurmatli mehmoni siz bo'lasiz. Bormasangiz Abu Faysal qattiq xafa bo'ladi. Ko'ramen. Hop. Xo'jayinga keladi deb ayturmen. Menga ruxsat. Hovlida ish boshdan oshib yotibdi. Ziyofatda sizni ko'rmoq bizlar uchun buyuk baxt. Xayr, ulug' hakim. Chaqiribdi, borish kerak. Hech hushim yo'q onajon. Axir ular Buxoroning kazolari-ku. Ular bilan bir tovoqdan osh yeguncha, it bilan bir yaloqni yolg'on ichish 100 martaba afzalroq. O'g'lim, ne qilasan ular bilan o'chikishib? Ular yomon. Qo'llardan har qanday ish keladi. Ehtiyot bo'l. O'z ishingni bilib qil. Buxoroning eng donishmand ayolisiz onajon. Yovga yon berdiysizmi? Yo'q. Yovuzlarga yon berish ham jinoyat, ham gunoh. Ha, ehtiyot bo'l. Borib yovni niyatini, fikrini bil aniqlan. Shunga qarab ish tutasan. Qarshi chora ko'rasan. Kerak bo'lsa, ayyorlik ham qila bil. Ana, aytdim-ku kelmaydi deb. U bizni mensimaydi. U bizdan hazar qiladi. Sabr qiling. Keladi. Qattiq tayyorlaganman. Va'da bergan kelishdi. Bu ishimiz bema'nilik. Qulluq qilish raqibga. Hazrat, nechun buncha xo'rlik bir lutbaf oldida? Sabr qiling, Kamoliddin. Ko'p kuyinmang. Hozirgi payt shunaqa. Agar yo'lni o'zgartmasak, murosaga kelmasak, ko'p o'tmasin Sino bizni kafangado qiladi. Hammamizni dirillatib Buxorodan quvadi. Hozir uni qo'li baland. Saroy uni qo'llaydi. Ibn Sino nima desa, saroy quloq soladi. Taqdirimiz o'sha jannat, o'sha murtad qo'lida. Bir rasvoga bo'yniga sharmandalik. Bizni qanday kuyga solding ey Xudo? Boshqa iloj yo'q axir. Vazir bizdan xafa. Bizni ko'ra olmaydi. Ular uchun Ibn Sino adolatning timsoli, tabobatning esa mohir va yagona timsoli. Sino bilan murosaga kelish zarur, muhim, shart. Nega buncha imillaydi Sulton Mahmud G'aznaviy? Buxoroga qachon yurish boshlab qoraxoniylar? Sabr qiling. Sabr qiling Abu Talib. Xudo shohid. Siz biz kutgan yaxshi kunlar kelur. Qachon? Xabar keltirmoqda. Xabar keltirmoqda josuslar, ayg'oqchilar, din islom homiylari bizga madad berurlar. Ana o'shanda nojislardan, shakkoklardan boplab qasos olamiz. Ha, o'shanda olimlarga yon bosuvchi vazirni Sinosiga qo'shib turib, baland dorga osib inshaalloh. Ilohim. Xudo bizga yor bo'lsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ibn Sino. Marhaba, qadamlariga hasanat. Behad xursandmiz. Sizdek buyuk simo bilan birga suhbat qurishlik bizdek kamtar odamlarga kam muyassar bo'ladi. Allomalar allomasi
donolarning donosi, bu zamonning Arastusi va Luqmon hakimi. Xush kelibsiz. Bizni g'oyat xushnud etdingiz. Keldilar-ku. Kelmaydi deb xavotirda edingiz. Qani? Boqqa kiraylik. Qani to'rga marhabo. Marhabo. Yo'q. Ulug'lar to'rga o'tsin. Menga shu yer bo'ladi. Bugun juda ulug' ayyom. Buyuk Sino biz bilan. Ana do'stlar, sog'lig'iga ulug' Ibn Sinoni, oq ichaylik bu sharofni, valiyati shifodir. Afshonaning uzumidan tayyorlangan mayunob, doriru, shifoiru buning turgan bitgani. Afshonaning uzumidan qilingan may shar'iy may. Barakalloh. Qani, hammamiz ham chindik no'sh etdik. Ofarin. Baraka. Sizda andakkina nazmi tab borligini bilamiz. Biron yangi g'azalingiz bo'lsa o'qing, eshitaylik. Yonimda yo'q. Unday bo'lsa, tambir chalib berarsiz. Tambir chalish, kuy bastalash bobida ham tengi yo'q iste'dodli san'atkor deb eshitganmiz. Iltimos, eshitaylik. G'azal o'qish, tambur chalish uchun meni bu yerga chaqirmagandirsiz? Munozara emas do'stlar, shirin suhbat quraylik. Hammamizni kasbimiz bir, hammamiz ham tabibmiz, qiladigan ishimiz bir. Binobarin birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, elimizning baxtiga, Buxoroning shoni uchun birga xizmat qilaylik. Juda to'g'ri, bamani gap. Birlashganga ne yetsin? Ibn Sino, siz tabibsiz, ham olimsiz, bilamiz. Qani endi ilmingizdan biz ham bahramand bo'lsak, bilmaganni bildirsangiz, o'rgansangiz bizdan ham muddaomiz siz bilan birga hamkor bo'lish, do'st bo'lish, birlashish. O't bilan suv birlasha olmas. Ilm bilan jaholat bir-birining kushandasi. Buni siz ham bilasiz. Men tufayli sir ochilib, tagingizga suv ketdi. Endi meni qalqon qilib, halokatdan, ofatdan qutulishning yo'llarini, chorasini izlaysiz. Siz ishlatgan ezgichki, kinna solish, fol ochish, ko'chiliqlar, duoxonlik, tavobatga jahli yo'q. Sino, shakkoklik qilmang. Haddingizni oshmay Sino so'ng. Siz jaholat asirisiz. Bemorlarning jonini joglab turib, avrab turib, aldab turib olasiz. Shakkoklik qilmaydi Sino. Pushaymon bo'lasiz Sino. Men bu yerga kelganimdan pushaymonman to'g'risi. Qo'l uzatdik olmadingiz. Rad etdingiz do'stlikni. Olaridim. Uzatilgan qo'llar halol bo'lgan. O'shanlik boshingizga yetmasin deb qo'rqamiz. Peshonimga nima bitgan bo'lsa shuni ko'rurmen. Siz yakkasiz. Biz ko'pchilik. Qo'limizdan hamma ish keladi. Qo'limizni qayga cho'zsak yetadi. Tahdidlardan qo'rqadigan odatim yo'q tahsilim. Toki jonim bor ekanmi? Jaholatga, zulmga, xiyonatga qarshi mudom kurashgan. Hali ham kechmas Sino. Tavba qiling hazratga. Tavba qilsam tavba qilgum. Faqatgina Tangriga, johillarga tavba qilish ham jinoyat, ham gunoh. Uni bo'g'ib o'ltirardim. Bo'lsa agar iloji. Yaxshi bilaman. Qo'lingizdan kelsa meni o'ldirishga tayyorsiz. Qo'yinglar. Bu qaysarga so'z uqtirib bo'lmaydi.
Qani do'stlar, boqqa yuring. Suhbatlarga xo'p to'ydik. Aziz mehmon ketaversin. Qani do'stlar, marhaba, ketaversin. Marhaba. Nega keldim? Nega keldim bu yerga? Ulug' hakim. Men hakim emas. Sino men. Buxoroda shu kunlarda sizdan ulug' hakim yo'q. Yo'q. Kimsiz bekam? Ismingiz ne? Men Faysalning qizimen. Nomim esa Sohibjamol. Jismingizga munosib. Ulug' hakim. Men siz bilan g'oyibona tanishdim. Barchasini o'qiganman, nega yozgan bo'lsangiz, barcha ezgu ishingizdan xabardorman. Ajabo. G'oyibona ixlos bilan sizga shogird tushganman. Sizni ko'rish orzum edi. Mana ko'rdim. Ustozim, ilmingizdan, fazlingizdan meni mahrum etmangiz. Uyingizga borib, goho sizdan saboq olay. Ruxsat eting, sadoqatli shogirdingiz bo'lay. Bu orzuga yetish qiyin. Ruxsat bermas otangiz. Maqsadimdan qaytara olmas. Meni hatto o'lim ham. Juda qattiq qiziqaman men tabobat ilmiga. Sizning dono so'zlaringiz yuragimga tabobat ilmi fani chirog'ini yoqib qo'ydi. Endi men o'lgunimcha tabobatning sevgisiga asirman. Tabobatni hayotimning maqsadi deb bilaman. Men ham sizday insonlarga yordam bergim keladi. Men ham sizday xastalarning duosini olsam, dunyoda eng baxtiyor insonlardan bo'lurdim. Dardim shu. Oqilona so'zlaringiz meni soldi hayratga. Sohibjamol, sizga doim ochiq meni eshigim. Minnatdorman. Meni xursand qildingiz. Meni kuting. Men borurman. Yo'lingizda ko'zlarim. Men munosib shogird bo'lgim kelur Sinoga. Fanga bo'lgan muhabbatim tufayli igna bilan quduq qazish darkor bo'lsa, tayyorman. Bu qanday sharmandalik? Bu qanday hayosizlik? Nomahram-ku o'shanga. U men uchun tabarrukdir. U men uchun avliyo. Menchi? Men otang menga va'da bergan. Qillig'imsan bo'lg'usi. Bu xonadonda faqat sen deb xizmat qilib yuribman. Qora ko'zim, shirin so'zim ayting, bilib qo'yaylik. Nomahramda go'zal qizning qanday ishi bor ekan? Siz pardai ismat ichra o'tirgan bir bokira, Abu Faysal kabi mashhur allomaning qizisiz. G'ururingiz qani bekam? Hayo qani? Go'zalim? Men mabodo jarrohlikni o'rgana olsam Sinoda. Bos! Behayo. Nomus. Sen hala dushmanimdan saboq olmoqchimisan? Otajon, Ibn Sino dushman emas. Ruxsat eting. Men undan saboq olayin. Sening sharmanda. Men seni Bo'lsa bo'laversin. Peshonamdan ko'rurmen. Ammo ota, juda qattiq meni qarorim. Shunaqami? Ilohim! Hazrat! Men tabib Abu Faysal yakkayu yolg'iz qizim Sohibjamolni oq yo'qim! Amin! Allohu akbar!
Qanday tez o'tadi fursatimiz, vaqtimiz. Mana 3 oy bo'lib qoldi bizga kelganingizga. Bu 3 oyda men bebaho fazli kamol kasb etdim. Endi tabobatning sirlarini sizdan o'rgansam, Sohibjamol, men Aburayxon Beruniyni mutolaa qilyapman. yaxshi. Juda buyuk olimmi Aburayxon Beruniy? Ha, dunyoda hozir unga teng kela olmas hech olim. Sizdan bo'lak. Mendan ham zo'r Aburayxon Beruniy. Aburayxon Beruniymi? Ha. 4 oy avval keta turib Xorazmdan Gurgonga bir necha kun Buxoroda turib edi Beruniy. Men o'shanda tanishganman buyuk alloma bilan. U bir kecha menikida mehmon bo'lib tunagan. Sohibjamol, beri keling. Beri keling. Falakiyot ilmini u juda yaxshi biladi. Quyosh emas, yer aylanur quyosh atrofida deb qo'shiladi mashhur olim Aristotelning fikriga. Quyosh tongda chiqib kecha tomon botadi. Bu ma'lum-ku. Ko'zimizga shunday bo'lib ko'rinadi. Lekin quyosh o'z o'rnida qimirlamay turadi. Tabiatda ko'p hodisa ko'zga ko'ringandek emas aslo. Haqiqatda boshqachadir. Chunonchi yer yapaloq ko'rinadi ko'zimizga. Holbuki yer yumaloq. Ko'p olimlar aytib o'tgan bu holni. Taajjub. Ha. Tabiatda ko'p hodisa taajjub. Masalan, kimyogarlar aytganidek, barcha jism sovuqdan torayadi, siqiladi. Kengayadi issiqdan. Suvda esa boshqachadir. U aksincha. Sovuqdan kengayadi, suv muzlasa, cho'yanni ham ko'radi. Shunday mayin yumshoq suvda bu qadar dahshatli kuch qaydim paydo bo'lur. Bu ham g'oyat taajjub. Beruniyning fikrlari juda qiziq, maroqli. Beruniydek olim bilan bir zamonda yashashdan kattaroq baxt yo'q men uchun. Baxtiyorsiz azizim. Tabobatni yulduzisiz. Tashakkur. Xo'ja Ishoq nabototdan ko'p narsani o'rgatdi. Dori-darmon bo'ladigan qimmatbaho giyohlar o'sha marhum ustozimning menga bergan boyligi. Olimlarning kitobidan ilm gavharlarini asta-sekin termoqdaman. Ko'rinmaydi oxir. Marhum Hakim Qamariydan ilmi tashrih o'rgandim. U zot bilan bir necha bor kechalari qorong'ida yashirinib Gulistonga borganmiz. Murdalarni yorib ko'rib, ichki a'zolarni o'rganganmiz. Bu gunoh-ku, shariatga xilof-ku. Ha, bu gunoh. Ha, albatta shariatga xilof ish. Ammo bizning niyatimiz xizmat qilish insonga. Shu muqaddas niyat uchun Tangri bizni kechirar. Agarda sizni Gulistonda ushlab olsa, mullolar shu oniyoq daxlilikda, shakoklikda ayblab, yo toshbo'ron qilishardi, yoki dorga osishardi. Dahshat-ku. Ha, tabobatning dahshat to'la yo'llari ko'p. Ammo haqiqiy olim bu yo'llardan mardonavor, dadil o'tmoqi kerak. Xo'sh, bu tajribalar nelar berdi sizlarga? Ko'p narsa. Kasal ko'p vaqt odamlarning ichki a'zolarida. Xo'sh, chunonchi ichagida, yuragida, jigarda, oshqozoni, o'pkasida yuz beradi. Bularni o'rganmasdan turib, qanday davolaysan bemor? Yorib ko'rar ekansiz-ku. Hayvonlarni, itlarni shu yo'l bilan o'rgansangiz bo'ladi-ku. Odamning a'zolari ularnikiga o'xshash-ku. Hech shubhasiz tabib uchun foyda berur bu yo'l ham. Valokin men insonlarning ichki a'zolarini bilmoqchiman. To'la to'kis, mukammalroq, aniqroq. Ba'zi kasal yuqadi-yu, ba'zi kasal yuqmaydi. Nima uchun? Sababi ne? Sababi ko'p azizim. Bemorlardan sog' odamga havo va suv orqali kasal o'tadi. Yuqadi. Ammo qanday qilib yuqadi? Bu holatga nima sabab? Suvda illat bormikan?
nazarimda havo, suvda ko'zga ko'rinmaydigan allaqanday mayda jonivor, mayda qurtlar, hasharot borga o'xshab tuyuladi. Shular kasal tarqatadi. Axir toza suv ham uzoq tursa qurtlab ketadi. Xo'sh, bu qurt qaydan paydo bo'lur? Havodanmi? Suvdanmi? Bu sirni topish, bilish tabiblarning burchidir. Nahot bu ish bizning qo'limizdan kelmaydi. Axir bu dunyoga kelib ketgan ne olim, faylasuf, donolar va donishmandlar, munajjimlar, hakimlar, ilmi hay'at, riyozatdan, tabobatdan, tarixdan juda yetuk bilimdonlar bizni solib haylangan. Biri Eron, biri Arab, biri Yunon, biri Hind, hammasi ham xizmat qilgan bashariyat baxtidir. Ular bizga qancha qimmatbaho kitoblar, risolalar qoldirishgan. Hammasini o'qish, o'rganish kerak. Zarur. Shundagina o'z fikrim, o'z qarashim, nazariyam sayqallanur shubhasiz. Shundagina fan bobida yangi bir gap aytishlik, yangi bir bob ochish mumkin. Shuning uchun tonggacha kitoblardan ko'z uzolmay mutolaa qilaman, qiynalaman, toliqaman, horgunimcha yozaman, yozayotgan asarlarimni tugatay deb shoshaman. Tabobatning sirlari ko'p, hali beri tugamas. Hali ish ko'p. Belni mahkam bog'lang sohib jamolim. Uzr ustoz. Vaqtdan kelgan ana u bemor ushlashmoqchisizlar. Xo'sh, qo'l oyoqlari qalay? Og'riq bosilibdimi? Ha, binoyidek. Ibn Sino muolaja qilganda hatto o'lik tirilarmish degan gap bor xalqda. Singan chiqqan suyaklarni tuzatishda mislingiz yo'q ustozim. Gap menda emas, mumiyoda. Mumiyoyi aslida. Mumiyoning qudrati zo'r, ta'siri zo'r badanga. Bu dorining mo'jizasi ma'lum erur qadimdan. Rahmatni ham xizmati ko'p davolashdi bemorni. Tashakkur. Ustoz, sizni kutar u mehmonxonada. Hozir. Tongdan beri yo'qlab kelaverar uni bemorlar. Hech biriga yo'q demaydi. Qay ketsa boradi. Sohib Jamol. Sen sog'indiq. Qo'rqma mendan Sohib Jamol. Qo'rqqanim yo'q. Sendan panoh izlab keldim Sohib Jamol. Sen ketding, balolarga men qoldim. Johil otang rosa urdi meni ham. Go'yoki men seni saqlab qola olmagan emasman. Menda emish barcha gunoh. Haydab soldi meni ham. Mana o'shadan bir xaridlarda yuribman. Qiladigan biror ish yo'q, boshpana yo'q, qiynaldim. Oxir qora tortib huzuringga yo'l oldim. Xatolarga allaqachon tushunganman, ishondim. Faqat sevishganlargina murodi maqsadiga yetdi. Sevmaganga suykanma deb bekor aytgan emaslar. Sen Sinoga munosibsan. Qo'sha qil. Baxtli bo'l. Tushunganing yaxshi bo'pti. Ammo qanday qilib senga yordam bera olurman? Axir o'zim boshqalarning yordamiga muhtoj. Sinoga ayt meni o'ziga shogird qilib olsin. Tabobatga ishqim tushganligini bilasan. Loyihatim chakka emas, bundan xabaring bor. Singilginam, huzuringda yasha. Ishlay beozor. Narmikin? Sen so'rasang unaydi. Chunki Sino seni sevadi. Urinib ko'rurmen. Javobini erta tongda olursan. Qulluq. Quling bo'lay. Iting bo'lay umr bo'p. Quling bo'lay Sohib Jamol. Toki umrim bo'licha. Quling bo'lay. Quling bo'lay. Rahmatjon, tez tayyorla. Bo'p bo'ladi. Kim ekan u? Sog'indiq. Sog'indiq?
Kutilmagan mehmon, bosh xizmat. Panoh izlab kelibdi. Shogirdlikka qabul qiling. Nima uchun ustozdan yuz o'girdi? Nima gunoh qilgan ekan ustozining oldida? Aytishcha, padarimning g'azabiga uchrabdi. Talabani qabul qiling. Menga og'a tutindi. U judayam ziyrak, qobiliyatli, qiyomat bir yigit u. Tabobatdan ham uncha-muncha xabari bor. Qolganini o'rganur. Sizdan umidi katta. Uncha-muncha sehri ham bor. Sehrlaydi chayonni. Aldab turib olarmish ilonni ham zahrini. Hop, ustoz jodugar ekan-ku. Kalla baram, johil, nodon, iymoni yo'q tabiblar. Avrab turib olarmish ilonning ham zahrini. Toqatim yo'q razillarni rasvolarni ko'rishga. Fisqi fasod, g'iybat erur kori bor ularning. Baloyi azim. Uzr ustoz. Uzr. Xo'sh. Sen ne deysan, rahmatulloh? Men qarshiman. Yo'q, rahmatulloh. Xalos etmoq bir odamni johillarning qo'lidan barobardir saqlash bilan bir bemorni o'limdan. Mayli sohib Jamol, kelsin. Uni sinab ko'ramiz. Minnatdorman. Ha, Rahmatjon. Kecha vazir ko'p tashvishda edi kasallangan o'g'lidan. Dori tayyormi? Tayyor bo'lib qoldi. Bugun shu doridan berursen. Xo'p bo'ladi. Xafa bo'lmang sohib Jamol. Sizdek dono sohib Jamol menga shogird bo'lgandan men juda ham baxtiyor deb hisoblayman o'zimni. Qani endi aqlingizni, husningizni tavsiflash uchun bir zum yo Firdavsi yo Rudaki bo'la olsam. Tashakkur. Aferin. Aferin. Agar zamon tinchib tursa, bo'lsa agar omonlik, kuzga borib to'ylaringni qilib berish niyatim. Orzularim bir dunyo. Sino qani? Shu yerda. Kim qani? Bobo, Keling bobo. Shu bobo, nima gap? Shu xabar bor. Ayg'oqchilar ko'cha-ko'yda izg'ishib, bosqinchilar hujumiga yo'l hozirlab yuribdi. Olimlarni dindan qaytgan, iymoni yo'q, qalmatiy dahriylar deb xalq ichida ig'vo qo'zg'atmoqdalar. Kerak shubhasiz ular tushgan seni ham payingga. Go'yoki sen iblis, shayton, dajjol, dahriy emishsan. Kimki senga tosh irg'itsa juda savob bo'larmish. Sino bilan bir taraf deb meni qildi tosh bo'ron. Yo Rabbi, Ana shunda nojislardan, shakkatlardan boplab qasos olurmiz. Ha! Ana shunda olimlarga yon bosuvchi vazirni sinosiga qo'shib turib, baland dorga osurmiz. Ilohomin! Xudo bizga yor bo'lsin. Allohu akbar. Ma'lum bo'ldi. Buxorodan ketish kerak. Hayallashib ketishdi. Oson emas. Judo bo'lish 14 yoshlik farzandim. sho'rliklarga qiyin bo'ldi. Ko'kka yetar faryodi. Hammadan ko'p ona tortar bu o'limning dardini. O'g'lim, Ustoz, bolajonim, Sino. darvozadan quvib soldi. Qarindosh urug'lari. Nega o'ldi? Nega? Axir o'ladigan kasal emas edi-ku. Taqdir bu. Yo'q. Taqdir emas, mening xatom onajon. Bu xatoning oqibati olib ketdi bemorni. Va lekin qayerda xato qildim, qayerda? 14 yoshli bir yigitcha qaro go'rda yotibdi. Taqdir emas, mening xatom onajon. Dahshat. Sira chiqmas yodimdan.
Xato qilgan bitta senmi? Xato qilmasligim kerak, hamma xato qilsa ham. Men tabibmen, men Sinomen, yanglishga haqqim yo'q. Yomon bo'ldi. Vazir bizga juda ham ishongan edi. Biz ham uni ishontirib tuzatamiz degandik. Endi uning ko'zlariga qanday qilib qaraymiz, qanday qilib? Bolajon, har xil qabih gaplar bilan Bulg'ar Sino sha'nini. bolajon. O'zingni ko'p qiynama. İnsanlarning hayotida nimalar yuz bermaydi. Taqdir ekan, birov oldin, birov keyin o'ladi. Bu Tangrining irodasi. Nega o'ldi? O'ladigan kasal emas edi-ku. Rahmat. Bemorga berilgan dorilarning ro'yxati. Tekshirib chiqdim, xatosi yo'q. Ro'yxati! Say. Unday bo'lsa nega o'ldi? O'ladigan kasal emas edi-ku. Xato qildim, lekin qayerda? Cho'li bobo. Bobo. Bobo, keling. Xayriyat. Omon eson ekansiz. Bir amallab o'tib keldim. Ko'cha-kuyda odam ko'p. Odam qurtday g'ivirlashar maydonlarga sig'masdan. Yig'i, sig'i, alam, faryod, butun shahar motamda. Bosh vazirni 14 yashar o'g'li qazo qildi. Bu motamga men sababmen, bobojon. Sino. Yo Al-Hazar. Yur. Ketaylik o'g'lim. Fursat o'tmasin. Yo'q, ketmayman. Ketolmayman hech yoqqa. Ustoz qoching. G'azablangan Alamon uyga bostirib kelmoqda, ustoz qoching. Sizga qarshi bosh vazir juda ham darg'azabmish. Hali zamon kelib sizni bandi zindon qilar emish. Osarmish. Go'yoki siz zahar berib bosh vazirning o'g'lini o'ldiribsiz. Nima? Shum xabarni tarqatmoqda mullalar. Ustoz. Zahar. Ustoz qoching. Meni o'g'lim. Qoching. Qanday hol? Ustoz qoching. Go'yoki ustoz zahar berib bosh vazirning o'g'lini o'ldiribdi. Ha, ustoz. Unga kimdir zahar berishdan ehtimoldan xoli emas. Bilish kerak, yovuz kim? Bizdan qasos olish uchun shunday qilgan dushmanlar. Lekin buni qanday qilib isbot qilib bo'ladi? Afsuski bizga murdani ko'rsatishmadi. Ko'rsak agar isbotlardik. Axir sizdan keyin kim borgan edi bosh vazirning uyiga? Qaysi mulla, qaysi tabib, qaysi arbob? Qaysisi? Ustoz qoching. Men sizni shahardan olib ketaman. Men shaharning barcha yashirin yo'llarini bilurman, ustoz. Hovli qoching. O'kayni bos. Jon borini gapida ustoz. Vazir Azam Ibn Sino. Ya Rabbi. Xayriya. Bandachilik taqsir. Tangrining irodasi shunday bo'ldi. Peshonamiz sho'ragan. Yolg'iz o'g'ildan judo bo'ldi. Men ham juda dilgirman. Sizda ayb yo'q Ibn Sino. Neki bo'lsa Xudodan. Tangri o'zi belgiladi taqdirni o'g'limning. Tangri berdi, Tangri ol. Bandasida ne iloj. Sabr toqat ko'rikishdan boshqa chora qoldi. Shunday taqsir, shunday. O'g'limni o'limini bir bahona qilishib, yolg'onga shu gaplar to'qib ayvab bilan johillar Alamonni sizga qarshi gijgijladi. Shunday. Ular sizni halok etishmoqchi bo'ldi. Shu gaplarni eshitdim-u sarbozlar bilan huzuringizga qarab chopdim. Xayriyatki kechikma. Minnatdormen ulug' vazir. Bu yaxshilik esimdan aslo chiqmas. Hijolat men sizdek oliy maqomning ulug' zotning umidini afsus oqlay olmasdim. Hokim.
Maslahatim, Buxorodan tezroq keting. Raqiblar borgan sari quturmoqda. Dushmanlar bostirib kelmoqdalar shaharga. Buxoroga ot soldi Sulton Mahmud G'aznaviy. Agar ular Buxoroni zabt etgudek bo'lsalar, men ham Buxoroni tark etishga majburman. Binobarin, sizga Buxoroda ko'mak berish uchun do'stlar endi topilmaydi. Xayr, aziz Ibn Sino. Tangri sizga yod bo'lsin. Zamon kasal, davron kasal azizim. Kasallikdan tuzatish kerak avval zamonni. Kerak bo'lsam xabar bering, darhol kelurman. Bu zamonda ahvolingiz ne kecharkin bilmadim. Sho'ring qurg'ur. O'z motamini, alamini unutib, seni ofat balolardan qutqargani kelibdi. Oliy janob inson ekan, olimlarning homiysi. Yur, ketaylik o'g'lim. Fursat o'tmasin. Yo'q. Ketmayman. O'g'lim, raqiblaring ruhoniylar, johillar yana qaytib kelishadi, qasd qilishib joningga. Ket bu yerdan. Tezroq ket. Buxoroda bir ishim bor. Bajarmasdan ketmayman. Nima? Men Sinoni onasiman. Oq sut bergan onasi. Men dunyoga dong'i ketgan mashhur ulug' hakimning Buxoroni shuhratiga shuhrat qo'shgan alloma, faylasufning onasi men bilib qo'y. Onajon! Yalinaman. Yolg'iraman, ikki qilma so'zimni. Meni dog'da qoldirmagin aziz o'g'lim, jon bolam. Yaxshi, yaxshi. Siz aytganday bo'ladi. Bizni qolib qo'ying. Ket bu yerdan. Qolib qo'ying onajon. Tezroq ket. Buxoroda qanaqa ishing bor? Hozir to'g'ri Go'ristonga boramiz. Qabristonda nima bor? Ish. Shu qorong'i tunda-ya. Bosh vazirning o'g'li nega to'satdan o'ldi? Sababini bilmoqchiman. Axir u ko'milgan-ku. Ha, qabrdan olib uning murdasini ko'rurman, tekshirurman, ne sababdan o'lganini bilurman. Yo Al-Hazar, axir bu zo'r gunoh-ku. Gunoh ham, savobi ham faqat meni bo'ynimga. Yo Al-Hazar, Xudodan qo'rq. Yo Al-Hazar, axir birov bilib qolsa alohida mullolar. Ha, toshbo'ron qilishadi. Yondiradi gulxanda. Men roziman. Yo Al-Hazar. Yo Al-Hazar. Men borurman. Yo'q. Yo'q o'zim. Lekin ammo qila olmasam shu ishni. Bu dunyodan alam bilan, armon bilan keturman. Ustoz. Binobarin bizdan bo'lak biror kimsa bu sirni bilmaslik. Hatto onangiz sog'indiq, u ham bilmasin zinhor. Niyatimizni payqasalar enamiz ruxsat bermaydi. Ey Xudo, o'zing kechir osiy bandalaringni, ey Xudo. Hech shubhasiz kechiradi. Dargohi keng Tangrining. Sog'indiqni chaqir. U bu yerda qoladi. Sog'indiq! Sog'indiq! Qani sog'indiq? Yo'q. Unday bo'lsa, sen bu yerda qolursan. Qo'lyozmalar, kitoblarni saqlaylik. Hammadan ham qimmatbaho qo'lyozmalar, kitoblar. Hammasini tayyorlab tur. Bizlar tezda qayturmiz. Bosh bobojon. Arg'umoqlar shaymi? Ha, shay. Qani? Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Yana.
Ana! Nima gap? Tinchlikmi? Husayn qani? Tashqarida Cho'li bobo bilan birga sizni kutmoqda. Shundaymi? Men hozir. Ular qani? Mozorda. Qabristonda. Senga nima bo'ldi? Sog'indim. Sohibjamol. Sensiz hayot emas men uchun. Sening ishqing yoqqan olov. O'rtamoqda bag'rimni. Nimalar deb ajrayapsiz? Og'am sen-ku. Og'a tutingan sen-ku. Og'a o'z singlisiga bu gaplarni aytguncha yaxshi emasmi tiriklayin qora yerga kirish? Yo'q, qora yerga kirgan men emasman. Men emasman, boshqalar. Senga avval nima degan bo'lsam, unut barim. Og'a emas, oshiqingman mening Sohibjamolim. Yur ketaylik uzoqlarga. Buxoroni tark etib, Buxoroning kuni bitdi, ertaga yo bosib, ilk xonlar bosib kelmoqda Buxoroga. Yur azizim, fursat o'tmay ketaylik. Men sen bilan hech qayerga bormayman. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Bekam, uncha katta ketmang. So'ng pushaymon bo'lursiz. Men otangizning ayg'oqchisi. Ha, ayg'oqchisi bo'lib keldim. Nima bilsam otangizga xabar berib turdim. Sevgilingga zarba berish niyatida bosh vazirning o'g'liga zahar berib o'ldirgan men. Sog'indiq. Endi navbat keldi Ibn Sinoga. Seni mendan tortib olgan raqibimga shafqat yo'q. Sino hozir qabristonda. Men o'ldirgan yigitchaning murdasini yorib ko'rib, haqiqatni bilmoqchi. Xabar berdim. Otang boshliq ruhoniylar, tabiblar hozir qabristonga borib, go'rga tiqir Sinoni. Sohibjamol, Sinodan kech. Rad et uning ishqini. Iting bo'la Sohibjamol. Quling bo'la. Rad et uning ishqini. Yo'qol mal'un. Yo'qol. Shundaymi? Unday bo'lsa menga ham yo'qsan. Sinoga ham sog'indiq. Kim xanjar urdi? O'sha zahar bergan ekan bosh vazirning o'g'liga. Sinon halokat. Parvardigor, adolating, muruvvating qayerda? Nima gunoh qilgan edi? Bu mushtipar ma'suma. Bolaginam qaydasan? Bolaginam qaydasan? Tezroq bo'ling. Hozir. Murdalarni ko'maverib haddisini olganman. Shunda boplab joyladimki, avvalgidan ziyoda. Qandoq ko'msam, shundoqcha qimir etmay yotadi. Bularda na qarshilik bor, na e'tiroz, na faryod. Bular shunday itoatli, bexarxasha bandalar. Xo'p, choramay tezroq bo'ling. Yordamlashib yuboring. Savobi ham tegar bobo. Bir kun siz ham kelasiz. Ana shunda Qur'on o'qib, o'zim boplab ko'maman. Bismillah.
Nafasingni sovuq qilma. Men nafasingga dard tekkir. Bu dunyoda kim ham qochib qutulibdi o'limdan? Ajal birga tug'ilarmish, tug'ilganda odamzod, mudom birga kezarmish. Ajal inson ketidun, oxir bir kun payti kelib, halqimidan bo'g'armish. O'z ulug' hakim Ibn Sino, yo gaplarim xatomi? Xato emas. Sanab oling otaxon. Nima? Kammi? Xafa qilmang, Ibn Sino. Sizga qilgan xizmatimga bisabillah roziman. Rahmat ota. Ma'lum bo'ldi. Demak, kimdir unga zahar bergan. Ammo kim? Kim? Menimcha talabangiz sondiqning ishidir. Qaydan bilasiz? Taxminim shu. Taxmin bilan xulosalar chiqarish mumkin emas. Taxminlar, gumonlarga asoslanib, bir odamni qoralash jinoyatdir, bobojon. Bo'lmasa kim? Rahmatmidi? Yo'q, rahmatdan gumonim yo'q mutlaqo. Men o'zimga ishongandek ishonaman unga ham. Zahar bergan boshqa odam topish kerak. Menimcha sog'indiqdan boshqa odam qilgan emas bu ishni. Xo'sh, bobojon. Axir dalil yo'q. Dalil yo'q. Dalil yo'q. Dalil yo'q. Xo'sh. Nega? Nega qochdi agar jinoyati bo'lmasa? Yo'q, buni vazirga aytish kerak. Haqiqatni bilsin u. Yo'q, yo'q, hojat yo'q. Hojat yo'q, bobojon. Nega? Nega axir? Bu vazirning yarasiga tuz sepish bo'lar edi. O'z azobi yetib ortar sho'rlikka. O'zim bo'g'ib o'ldirardim zahar bergan topilsa. Eng muhimi aniqlandi. Vijdonimiz pokiza. Demak, bola o'limiga sabab bo'lgan biz emas. Bekininglar! Bekininglar! Bekining! Nimaga? Ustoz! Ustoz! Rahmat! Ustoz! Rahmatjon, Ustoz! Qochaylik! Qochaylik, ustoz! Yaqinlashib kelmoqdalar. O'laksa quzg'unlar. Ket bu yerdan, tezroq ket. Sohib Jamol qani? Sohib Jamol yo'q edi. Yo Alhazar! Kim? Sog'indiq. Mal'un. Yovuz ekan. Josus ekan johillarning qo'lida. Senga qarshi qaratilgan xanjar ekan. O'sha ekan zahar bergan vazirning ham o'g'liga. Yo Rabbi. Xayr o'g'lim. Senga oq yo'l. Ko'p o'tmasdan orqangizdan borurmen. Dunyoni yuz aylansam-da seni izlab topurmen. Uzoqlarga uchlochni. Baxt kulgan, omadi yor, baland parvoz shunqorim. Abadiyat osmonidan nur sochasen olamga. Xayr, mening jahongashta o'g'lim. Uydor ko'rishguncha omon bo'l. Umr bekor yashash uchun kerak emas albatta. Umr ko'kna dunyomizda biror ezgu ish qilish, odamlarga mehr va shafqat va muruvvat ko'rsatish, halol ishlab avlodlarga yaxshi meros qoldirish, inson degan nomni oqlash uchun kerak insonga. Bu dunyoning boyligiga boylik qo'shish, husniga husn qo'shish uchun yashash. Shudir ulug' muddao. Men tabibmen, odamlarning hayotini o'ylayman. Men hamma vaqt baxtiyormen, tiriklarning baxtidan. Hamma yerda shogirdlarim, do'stlarim bor, xursandmen. Barakalloh shogirdlarim, minnatdormen sizlardan. Qo'limdagi fan mash'ali so'ngani yo'q, so'nmaydi. Toki inson idroki bor, fanning porloq quyoshi tilka pora qilib tashlar jaholat bulutini. Johillarning nayranglari, tahdidlari o'tmadi. Ular yo'lda qolib ketdi. Men abadiy yo'ldaman.